Do'stlar, Xitoyda Urumchisida zo'r manzil bor ekan. Bu manzilni o'yingoh manzili deyishar ekan. Har kuni soat 21 dan keyin mana shu yerda odamlar to'planadi va bu yerda katta raqs shousi bo'ladi. Aholini o'zi tashabbus bilan chiqar ekan bu yerga. Maqsad sog'lik, salomatlik uchun. Mana shunaqa manzilga kelib, o'zlari erkin harakat qilishar ekan. Erkin raqsga tushishar ekan. Hech kim ularni, hech qanaqa davlat ularni majburlamas ekan va ularga bu yerda shug'ullangani uchun qanaqadir subsidiyalar ham ajratilmas ekan. Eng muhimi, biz salomat bo'lamiz-da, bu yerda aholini o'zi chiqib raqsga tushar ekan. Bu yerda katta musiqa, milliy musiqalar bo'lar ekan, tango musiqalar bo'lar ekan. Endi Xitoyning o'zining milliy musiqalari mana shu yerda chalinar ekan. O'zbek tilini biladigan fuqarolar ham mana shu yerga chiqib, farzandlarini o'ynatish uchun chiqishgan. Chunki bugun yakshanba, o'z-o'zidan mana shu yerda dam olishlari kerak va haftada albatta mana shu narsani urumchiliklar, xitoyliklar reja qiladi. Va ularning aytishiga qaraganda, bu farzandlarini erkinroq o'zini his qilishi, erkinroq gaplashishi, erkinroq yurishi, umuman kelajakdagi faoliyatiga juda ham zo'r ta'sir qilar ekan. Mana shu kenglik shu uchun kerak ekan.